Janozadan to'g'ri sahnaga yaqinlarini yo'qotgan bo'lsa-da, muxlislar uchun sahnaga chiqqan o'zbek san'atkorlari san'at fidoyilikni talab qiladi degan gapni ko'p eshitganmiz. Bir nechta ijodkorlar shaxsiy hayotdagi eng qiyin vaziyatda ham muxlislar uchun o'zini qo'lga olib, yig'lab turib kelishga kuch topgan. Aktrisa Bahora Arslonova otasidan ayrilgan kun film syomkasida bo'lgani haqida gapirdi. Isnot filmda suratga tushayotgan paytim edi. Rejissyor Rixsivoy Muhammadjonov biroz dam olishga ruxsat berdi. Shu payt telefonim jiringladi. Akamning raqamini ko'rib quvonib go'shakni ko'tardim. Dadam hajda vafot etibdi. Hozir xabar berishdi, dedi. Muzlab qoldim. Nima deyishni bilmay qoldim. Shu orada tanaffus payti tugab, suratga olish payti boshlandi. Yig'laydigan sahna olinishi kerak edi. Men so'zsiz yig'laganman. Atrofda nima bo'layotganini bilmaganman. Rosa yig'laganman va xuddi shu kadrlar filmdan ham joy olgan. O'zim kutmagan holda rolimni ijro etganman va o'zimga kelganimdan so'ng otam vafot etgani haqida ijodiy guruhga aytganman. Siz haqiqatdan ham yig'laganmidingiz? Biz rol ijro etyapsiz deb o'yladik, deyishgandi, deydi aktrisa Bahora Arslonova. Hosila Rahimovaning otasi Ibrohim Hoji 2006-yilning 10-mart sanasida vafot etgan. Xonanda oradan hech qancha vaqt o'tmay Xalqlar do'stligi san'at saroyida yangi konsert dasturini namoyish etgan. Otamning o'limi oilamiz uchun og'ir zarba bo'lgan. Ko'nglimga hech nima sig'maydigan ahvolda bo'lsam ham bayram dasturida ishtirok etishga majbur bo'lganman. Eng yomoni yakkaxon konsert dasturimga ham hech qancha vaqt qolmagandi. Uni ortga surmasammikin deb o'yladim, ammo atrofimdagi insonlar ko'rinishmadi. Ko'nglimga qil sig'maydigan paytda konsertda qo'shiq aytib kuylaganman. Ota haqidagi qo'shiqni aytganimda butun zal yig'lagan, ammo sahna etikasiga xilof ish qilmaslik uchun o'zimni qo'lga olganman. Sahnada kulib, konsertdan keyin rosa yig'laganman, deydi xonanda. Otabek Mirzaxolov uchun 2018-yilgi Bravo jamoasining konsert dasturi juda qiyin kechgan. Chunki konsert boshlanishidan bir kun avval Otabekning padari buzukvori vafot etgan. Mavluda Asalxo'jayevaning otasi Abdurahmon Hofiz ham qizining yakkaxon konsert dasturi kuni vafot etgan. 2 yoshida otasidan ayrilgan qiziqchi Shukrullo Isroilov 2015-yilda onasidan ham ayrildi. O'sha kuni u Buxoroda to'yda edi. Dilshodbek Musabekov 2012-yil otasi vafot etgan kunning ertasiga konsert dasturida ishtirok etishiga to'g'ri kelgan. Afsuski, kasb mas'uliyati sabab u dardini ichga yutib xalqni kuldirishga majbur bo'lgan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.